Ularni jimiq tursaq, Uyg'ur masalasi qolmaydi deb xam xiyol qilmasin. Abdori Abdulhakim Idris. İnsanlarning naqchilik oldida sukut qilmaydiganligi va zolimlarning hamon mag'lub bo'ladiganligini ifodalagan seriyalardan birisi biz sukut qilsak, ular masala qolmaydi deb xam xiyol qilishidi degan seriyadir. Halbuki biz jim tursak, tarix jim turmaydi. Tarix jim tursimi, haqiqat jim turmaydi. Yaqinqi insoniyat tarixida ko'rilgan eng zo'r irqiy qirg'inchilikni boshlagan kommunist Xitoy hukumati Uyg'urlarni yo'qotishga qarshi chiqqan ayolim Roshan Abbas va uning oilasini jazolayotdi. Ular mustabid Xitoy kommunistlarining jinoyatlarini dunyoga anglatayotgan singlisidan o'ch elish uchun hadisi Gulshan Abbasni terrorlikqa qatnashish tuhmati bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Әмма zalim Xitoy hukumatining holi kirish so'zimizdagi iboralarga uyg'un keladi. Ular umr bo'yi kasal davolab o'tgan, bir cho'miligimi azor bermagan, biror qatnash qoidasiga xiloflik qilmagan bir pensioner doktorni turmaga tashlagandan keyin ayolim Roshan Abbas, men va Uyg'urlarning ovozi yo'qab, bir chatda qo'l qo'shtirib qarab turdi deb xam xiyol qilishidir. Halbuki zalim Xitoyning bu qirg'inchiligi bizlarni ham Uyg'urlarni texmi g'azab bilan kurashga atlandirdi. Xuddi Roshan xonimning aytganidek, 2 yil burun nima degan bo'lsam, hozirmi shuni deyman. Hadamni shartsiz qo'yib berish, senlarning hamoqatliging, insoniy axloqingning yo'qligi tufaylidan Xitoy degan bu so'z qabilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan so'z bilan ma'nodosh bo'lyotidi. Tor va telefon texnikasi hayotimizni tamoman qoplagan bir davrda yashayotgan bo'lsaqmi, Sharq Turkistonda nimalar bo'layotganligini bilmaydiganlar uchun uni bildirishning foydasi bor. Yaqinqi yillardan beri O'rta Osiyoning kindiki Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar va boshqa turkiy xalqlarning ona vatani bo'lgan Sharq Turkistonda natsistlar davridan keyin yuz bergan eng cho'ng irqiy qirg'inchilik davom qilyotidi. Hech kim undaqda gaz qo'yib berish uyi qayerda demisin. Chunki bir millatning ayollari endi naslin qurib kessin deb tug'mas qilib etilsa, millionlarcha inson yig'ilish lagerlariga qamalsa, bu lagerlarda yosh qizlar bosqinchilikqa uchirsa, kishilarning uyida Xitoylar qo'nib, ayollari bir karvatda yetishga zo'rlansa, faqat soqol qo'yganligi uchunla turmaga tashlansa, onalarning qo'rsiqidagi balları tushirib etilsa, balalar ota-onasidan ayirib etilib, kommunizm tarbiyasi elish uchun yetimxonlarga zo'rlab yotqizilsa, qizlar Xitoylarga tegishga majburlansa, kishilar chet eldagi tuqqanlari bilan aloqalashdi deb lagerlarga solansa, mana bularning hammasi irqiy qirg'inchilikdir. Agar buningga ishonmaydiganlar bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasini qayta bir o'qib baqsin. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti haqida gap bo'lganda shuni deb qo'ygan yaxshi. Mazkur tashkilot natsistlarning dunyoga hokim bo'lish uchun millionlarcha insonga irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan boshlangan 2 dunyo urushidan keyin qurilgan. 2 dunyo urushi mezgilida natsistlar ilib borgan irqiy qirg'inchilikni ijro qilguvchi amaldorlardan biri Hitlerning har qanday zulmini joiz ko'rdigan tashviqot ministri Goebbelsning katibi bo'lgan Burxel Pomsel o'lishdan avval muhofizachi gazetining ziyoratini qabul qilganda o'zini oqlash uchun bu ishdan hech qanday xabar yo'qligini bildirib mundaq degan: Do'stim Iva bilan biz g'oyib bo'lgan yahudilarning Sudetenland rayoniga makonlashishga avatilganligiga ishonatdik. Chunki bu ish bizga normal ko'ringan edi.
Pomselning bu gepi bugungi Birleşken Davlatlar Teşkilatı va islom ellarining ahvolini tushundirdi. Chunki mustabid Xitoy kommunistlari 2014-yilda qurishga boshlagan yig'ilish lagerlari 2017-yili ishga kirishtirilganda hamma odam bu davrdami mushundoq ish bo'lamdi deb savol qo'yishgan edi. Xitoy mustabidlari razil ham kuchlik bo'lg'achqa tap tortmasdan shundoq biz yig'ilish lagerlari qurdik. Әмма немішқы құрғанлықымызны сораңла деп өзінің уятсызлықыны ашқарылды. Андан кейін біз бұл лагерларда адам тәрбиелаватымыз деді. Мейлі Birleşken Davlatlar Teşkilatı yoki islom davlatlari bo'lsin, birasi chiqib, bu davrda nada bundaq tarbiyalash lagerlari bo'lsin, biz qaysi asrda yashayapmiz demedi. Hatta Xitayning Uyg'urlarning qiniga bo'yalgan pullarga dumishgan Saudiya Arabistoni vali ahdisi Muhammad bin Salman Xitoyga berib, Xitoyning gapini qildi. Har kuni televizorlarda Qur'on tilovati beradigan Iran mollalari Qur'oni Karim o'qiganligi uchunla lagerga so'laydigan ish bormi deb so'rab beqishning o'rniga Xi Jinpingning yolg'on yavdoqlariga ishinib yurdi. Amerika va Yevropadagi universitetlar, ommaviy tashkilotlar Xitoyning puli oldida og'zini tuvoqlashga majbur bo'ldi. Chunki ular uchun Goebbelsning katibi o'z vaqtida bo'lgan ishlarni vijdoniga xilof holda yoshirganidek Xitoyning yolg'onlariga ishonish osonroq tuyuladi. Agar bu davlatda doktor Gulshan Abbosdek doktorlar, Raila Davuddek professorlar, Xursan Hasandek rejissorlar, Abduqodir Jaloliddin, Yalqin Ro'zadek yozuvchilar lagerlarga so'lansa, bu irqiy qirg'inchilikning naq o'zidir. Buningga ishonmaganlar quyoshning sharqdan chiqishig'imi ishonmasa bo'ladi. Quyoshning sharqdan chiqib g'arbga ketishidek haqiqat bo'lgan bu paketlarni Xitoy kommunistlarining 21-asrdagi irqiy qirg'inchiligini dunyoga anglatish uchun ayolim Roshan Abbos 2017-yili 9-oyda Amerikadagi bir muhokama yig'inida bu zulmni xalqaroga jakarladi. Ayolim o'zining qaynonasi va qaynotasining 2017-yil 4-oyda Xitoy saqchilari tarafidan tutqun qilinganligini Sharq Turkistondagi zulmning bir misoli sifatida anglatgan edi. Xitoy kommunistlari qanday qildi? Ular bu irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilolmaganligi uchun ayolimning hadisi Gulshan Abbosni o'ch elish xarakterlik tutqun qildi. Xalqaro qonunning prinsipi shuki, bir odam jinoyati isbotlanganiga qadar gunohsizdir. Ya'ni o'ttirda biror jinoyat va bu jinoyatning dalillari bo'lishi kerak. Mushundaq aqalliy prinsiplarni ko'zga ilmagan jahongirlik qarniyati uchun barliq xalqaroliq ahdnomalarga amal qilmagan Xitoy hukumati doktor Gulshan Abbosning gunohi nima degan savolimga javob beray demadi. Uning singlisi va qizlari kunlarcha, oylarcha surishti qilib hech qanday javob ola olmadi. Bir inson jinoyatchi bo'lgan taqdirdimi, uning yaqinlarining uni surishtirishi, doirlardan uchur olmoqchi bo'lishi eng aqalliy talabdir. Mushunimi o'rinlamagan Xitoy hukumati hech kimga javob bermadi. Bir yandan mahallini alvangsiylikqa bo'g'ib qo'ygan pomishikdak butun dunyoga o'rtaq taqdir gavdisi, tang taraqqiyot va bayoshatlik, qonun davlati degan sapsatlarni bozorga selishga boshladi. Aradan necha oylar o'tgandan keyin doktor Gulshan Abbosning qayerda ekanligi haqida uchur keldi. Doktor Gulshan Abbos 2019-yil 3-oyda terrorlik tashkiloti a'zosi degan tuhmat bilan sotlanib 20 yillik kesib o'tiladi. Undaqda bu jinoyat nimalarni o'z ichiga oladi? Uni biladiganlar bormi yo'q?
Алдыңғы күні Америкада өткізілген ақпарат e'lon qilish yig'inida Davlat Majlisi a'zolari va kishilik huquq vakillari Xitoyning bu qilmishini qattiq ayblagandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi muxbirlarning oldiga chiqib, Gulshan Abbosning qamoq jazosiga hukm qilinganligini e'tirof qildi. Uning Reuters agentligi muxbirining savoliga bergan javobi Kommunist Xitoy hukumatining xalqaro qonun prinsiplari va insoniyatning haq-huquqi masalalarida qanchalik xabarsiz ekanligini ko'rsatdi. Xitoy bayonotchisi Gulshan Abbosning terrorlik tashkilotiga a'zo bo'lish, terroristlarning faoliyatiga yordam berish, odam to'plab ijtimoiy tartibni qalaymaqon qilish jinoyati bilan sotlanganligini aytadi. Orqadan mundaq deydi: Xitoy qonun bilan idora qilinadigan davlat. Qonunsiz faoliyatlarning hammasi jazoga tortiladi. Amerikalik siyosatchilar buningga hurmat qilishi, orqadan gap topmasligi kerak. Xinjiangni tutib olib, Xitoyning ichki ishlariga aralashmasligi kerak. Mana bu gaplar Xitoydek mustabid hokimiyatning tashviqotidir. Nagili qarsa, tashviqot singib ketgan va yolg'onchilik, saxtalik to'kilib turgan bu tushuntirishlar Xitoyning o'z jinoyatini e'tirof qilganligini oshkorlaydi. Doktor Gulshan Abbosni asossiz ayblashning birinchisi terrorlik tashkilotiga a'zo bo'lish. Gulshan Abbos dam olishga chiqqan bir doktor. Kecha-kunduz kasal davolash bilan bo'lib, salomatligidan ayrilib, baldur dam olishga chiqqan. Xitoychini pishiq biladigan va qonun biladigan bir inson. Kasal sababidan dam olishga chiqib, o'z turmushi bilan yurgan bir ayol qandaqdir bir tashkilotga a'zo bo'lgan bo'lsa, bu tashkilot jazman insonlarga yordam berishni maqsad qilgan xayriyat tashkiloti bo'lishi kerak. Undaq bo'lmasa, kommunist Xitoyning hech qandaq dalil fakt keltirmayla tangan bu jinoyati butunlay tuhmatdir. Ikkinchi ayblash bo'lsa, terrorlik tashkilotiga yordam berish. Agar doktor Gulshan Abbos dam olishga chiqqandan keyin Sharq Turkistonning yezlaridan kelgan biror kasaldan boshlab doktorxonaga opirib qo'ygan bo'lsa, Xitoy kommunistlari uni tashkilotga yordam berish deb qarab jinoyat ortdimi, buni bilmaymiz. Ammo Xitoy hukumati doktor Gulshan Abbosning singlisi, kishilik huquq qo'g'dug'uchisi Roshan Abbos, qizi Ziba Muratning faoliyatlarini tashkillik harakat, ayolim bilan biz birlikda qurgan Uyg'ur harakati tashkilotini atalmish terrorlik tashkiloti deb qaragan bo'lsa, bu Xitoy hukumatining dunyoda eng zolim hukumat ekanligining ifodasidir. Chunki Uyg'ur harakati tashkiloti bo'lsa, Xitoy tarafidan irqiy qirg'inchilikqa uchirgan Uyg'ur xalqining va jumladan doktor Gulshan Abbos qatorliqlarning haq huquqlarini qo'g'dash ovozidir. Amerikadagi qizini ziyorat qilib qaytgandan keyin Urumchida o'z kunini o'zi elib yashayotgan. Andın Xitoy saqchilari tarafidan tuyuqsiz tutqun qilingan doktor Gulshan Abbosning kishilarni to'plab ijtimoiy tartibga buzg'unchilik qilish bilan ayblangani texmi kulkilik. Gulshan Abbos o'z atrofiga odam to'plagan bo'lsa, Urumchining har kvadrat metr yerini kuzatadigan kameralarga tushib qolmagani qiziq. Uning atrofiga odam to'plashgan ahvol ko'rildi degan taqdirdimi, u doktorxonada ishlayotgan mezgilda xizmatdoshlari uni hurmatlab o'ttirg'i elib olgan bo'lishi mumkin. Agar Xitoyning ijtimoiy tartibni buzgan deyishdiki g'arzi Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatish uchun kurash qilayotgan qarindoshlari Roshan Abbos, doktor Rishad Abbos va bizning faoliyatlarimizni ayblash bo'lsa, shuni bilsinki, biz ularning zolim hokimiyatining tartibini buzish va ularni bearam qilishni davomlashtiramiz. Xitoy bayonotchisi Xitoyni qonun bilan idora qilinadigan davlat degan ekan, u holda atalmish sot mahkamasi o'ydirib chiqargan tuhmat
va uning dalillerini oshkorlasin. Agar biz qonun davlati deyish kupoyi bo'lsa, Hitlerdan so'rsangizmi, men qonun bo'yicha yahudilarni qirdim deyalaydi. Oxirgi ayiblash shuki, boshqa davlatlar Xitoyning ichki ishlariga aralashish uchun Sharq Turkistondan foydalanayotganmish. Agar bir davlatning ichki ishiga aralashmaslik haqida gap bo'lsa, Xitoyning eng oxirgi navbat gap qilish fursatini berish kerak. Bermudadagi Rohingya musulmonlarining qirg'inchilikqa uchrashini parda orqasidan boshqargan, Eronda koronavirusi haqida Xitoyni ayblagan bayonotchini ogohlantirgan, Malayziyadagi kengaymichilikni davomlashtirish uchun bosh elchisini siyosiy partiyalar yig'inlariga avatgan Xitoy hukumati nomus qilmasdan ichki ishimizga aralashmanglar deydi. Шуңа Америка Кеңеш палата әзасы Крис Смитның Ши Цзиньпиннің қылыватқанлары ирқи қырғынчылықтыр деген сөзі Қытайның зұлымыны бір жүмле білән хуласылайды. Алдыңғы күні bu вақытта ичилған йығында сөз қылған Зиба Мурат өзіні халқараға қанунлық дәулет деп тоныштырған Қытай хакимиетінің bugungi qadar hech qanday jinoyatga aralashmagan bir insonni sababsiz holda turmaga tashlaganligini qabul qilg'il bo'lmaydi dedi. Roshan Abbasning muno so'zlari bo'lsa, xalqaro jamiyatning Xitoy kompartiyasining qabiy siyosatlari oldida qandoq mag'lub bo'lganligini o'tirg'a qo'ydi. Dunyoning bundaq iblis hokimiyatga yo'l qo'yishiga hayronman. Biz bu kurashda mushundaq mag'lub bo'lamdik. Shu anda dunyoning vijdoni sinoqqa duch kelyotidi. Bu yerda mening hadam yoki boshqa yaqinlarimla emas, insonlikning o'zi yo'qotilishga uchrayotidi. Oxirida shuni eskartish kerakki, Hitlerning tashviqot ministri Goebbels mundaq degan: "Yolg'on tashviqotni qilaveringlar. Ishindiganlar cho'qim chiqadi. Mag'lub bo'lsanglarmi, so'zlashni davom qilinglar." Bugungi ahvolga qaraganda, islom dunyosi rahbarlari, g'arbning davlat arboblari, olim, tadqiqotchilari, mol dunyosi, jahon aholisi bu zolim hukumatning tashviqotlariga ishonganda qiladi. Xitoyning tashviqotiga ishonmaydigan bizlar, bizga o'xshash insonparvarlar va kishilik huquq tashkilotlarining Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi ilib berayotgan kurashlari hargiz to'xtab qolmaydi va hamon Xitoyning vahshiy jinoyatlari bir-birlab oshkorlandi. U kun kelganda hech kim bu ishdan xabarimiz yo'q ekan deyolmaganidek, bu zulmga sukut qilganlarmi tarixning vijdon mahkamasida sotlanadi va ularga sherik jinoyatchi tamg'isi muhaqqaq uriladi. Manba Uyg'urlar harakati to'r betidan elindi.